Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun sizlar bilan ekonom pechka haqida gapirib beramiz sizlarga. Biz Sharxon tumani, Andijon viloyati Sharxon tumanidan gapiryapmiz. Biz o'zimiz yasab sotamiz. Bizda Sharxonlar ishlayib turgan bo'lsa, eng uzoqqa bormasdan, vaqtini sarflamasdan sifatli kraskalangan holati ham bor, kraskalanmagan holatlari ham bor. Arzon narxlarda olib ketishlari mumkin. Agar boshqa qo'shni viloyatlar bo'lsa, rayonlar bo'lsin, dastlabki xizmatlarimiz ham bor. Xudo xolasa kelgan holatda arzonlashtirib beramiz. Bu bizdagi variantlar kraskalanmaganlari 700 ming so'm, kraskalanganlari 800 ming so'm bo'lyapti va kraskalangan tepasida reshotkasi ham bor. Ular 850 ming so'm bo'lyapti. Bizdagi pechkalarda qulay joylarini aytib o'tamiz. Bizdagi qulay joylari, pechkalarimiz qulayligi birinchi bo'lib eshigi soladigan, yoqadigan joyi katta, bemalol ikki qo'llab ham tiqib qo'llaringiz bilan yoqishlaringiz ham mumkin, o'tin chiqishi mumkin. Savafanga ko'mirlarni solib, tepadan tashlashlikka ham qulay. Ko'ryapsizlar, o't yonadigan joy 25 208 listda bo'lgan. Tagida cho'yan reshotkasi bor. Tagdagi zaslonkasi yana bitta qulaylik joylardan bittasi. Bizdagida xohlasangiz chap tomonga olasiz, xohlasangiz o'ng tomondan ham tiqib maqlashingiz mumkin. Bu uyingizga moslab qo'yaverasiz, xudo xolasa. Agar qiziq bo'lsa, bemalol telefon raqamlarimizga murojaat qilaverasizlar. Qulaylik joylar shu o't yonadigan joyi qalin bo'lgan, tepa pasti ikkilikdan bo'lgan. Kraskalari 1200 ga yaraydigan katta bankasini olib kelganmiz. 1200 lik rossiyskiy kraska sepiladi. Xudo xolasa bu rangini o'zgartirmaydi, tutamaydi. Arzon kraska emas bu, qimmat kraskasidan bemalol, behijolat uyga olib kirib yoqaverasizlar.